Assalomu alaykum. Dasturxon TV telekanalining navbatdagi daqiqalari Fresh News informatsion dasturi bilan davom etadi. Studiyada Azbek Mehriddinov. Bugun dasturimizda Kuchli yomg'ir oqibatida Zomin tumanidagi yo'lni sel bosdi. Xitoydagi kimyo zavodida kuchli portlash yuz berdi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. Saudiya Arabistonida Zulhijja oyining hiloli kuzatildi. Bu haj kunlari boshlanganini va Qurbon hayiti sanasining ma'lum bo'lganini bildiradi. Qurbon hayiti islom dinidagi eng ulug' bayramlardan biri bo'lib, u butun musulmon dunyosida sog'inib kutiladi va katta ehtirom bilan nishonlanadi. Har doim Zulhijja oyining 10-kuni Qurbon hayiti kuni hisoblanadi. Demak, 2025-yil ushbu ulug' ayyom 6-iyun, ya'ni juma kuniga to'g'ri kelmoqda. Musulmonlarning asosiy bayrami oldidan Arafa kuni esa 5-iyun etib belgilandi. Tegishli qonunchilikka muvofiq fuqaro vafot etganidan so'ng uning mol-mulki, jumladan soliq majburiyatlari ham meros tarkibiga kiradi. Agar farzandlar yoki boshqa merosxo'rlar merosni qabul qilgan bo'lsa, u holda marhumning qarzlari, shu jumladan ayrim soliqlar bo'yicha qarzdorligi ular tomonidan to'lanishi lozim bo'ladi. Shu munosabat bilan soliq organlari meros qabul qilgan shaxslarga rasmiy xabarnoma yuborish huquqiga ega. Unda qarzdorlik summasi, to'lov tartibi va muddatlari ko'rsatiladi. Olimlarning fikricha, bu metallar yer po'stlog'ida mavjud bo'lishiga qaramay, ularning katta qismi sayyora hosil bo'lishi davrida og'ir element sifatida markazga, ya'ni yadroga cho'kkan. Ammo ayrim hollarda bu metallar yadrodan yuqoriga harakatlanib, magmatik faoliyat yoki vulqonlar orqali yer yuzasiga chiqib keladi. Bu kashfiyot nafaqat geologiya va yer tuzilmasini chuqurroq anglashda, balki qimmatbaho metallarning kelib chiqishi va ularning joylashuvini aniqlashda ham muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, bu bilim kelajakda konchilik sanoati uchun yangi istiqbollarni ochishi mumkin. Olimlar tadqiqotlarini davom ettirmoqda va yer yadrosidagi tarkibni yanada chuqurroq o'rganish orqali sayyoramizning ichki dinamikasini to'liq anglashni maqsad qilganlar. (2025-yil 27-may kuni Jizzax viloyatining Zomin tumanida kuchli yomg'ir yog'ishi natijasida Do'ba mahallasida sel oqimi yuzaga keldi. Yog'ingarchilik sabablari tog'lardan oqib tushgan sel daryo o'zaniga sig'may yo'lga chiqib ketdi va katta miqdordagi loyqa, tuproq va toshlarni o'zi bilan olib keldi. Natijada mahalla hududidan o'tuvchi yo'lning muhim qismi vaqtincha harakat uchun yaroqsiz holga keldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, maxsus texnika va texnik xodimlar hodisa joyiga jalb etilgan. Tezkorlik bilan yo'lni tozalash, sel oqizgan loy va toshlarni olib tashlash ishlari boshlab yuborilgan. Hozirda hududdagi yo'llarni tozalash ishlari davom etmoqda. Mutasaddi tashkilotlar voqea joyida uzluksiz faoliyat yuritmoqda. Dastlabki o'rganish natijalariga ko'ra, hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan. Hududdagi uy-joylar, ijtimoiy obyektlar va infratuzilmalarga jiddiy zarar yetmagan. Rossiyaning Amur viloyatida O'zbekistonning 11 fuqarosi ommaviy mushtlashuv uyushtirganlikda ayblanib hibsga olindi. Mushtashuv 25-may yakshanba kuni Sobotniy shahridagi maktab stadionida bo'lib o'tdi. Hodisaning barcha ishtirokchilari politsiya tomonidan qo'lga olindi va mayda bezorilik moddasi bo'yicha aybdor deb topildi deb xabar bermoqda Rossiya Federatsiyasi Amur viloyati sudlari matbuot xizmati. Sobotninskiy shahar sudi ulardan 2 nafarni 12 sutkaga, qolgan 9 nafariga esa 14 sutkadan qamoq jazosi tayinladi. Xitoy sharqidagi Shandong viloyatida joylashgan Youdao Chemical Company zavodida 2025-yil 27-may kuni mahalliy vaqt bilan ertalab kuchli portlash sodir bo'ldi. Mazkur kimyo zavodida 500 dan ortiq xodim ishlaydi. Mahalliy rasmiylarning ma'lumot berishicha, portlash kuchi nihoyatda yuqori bo'lib, atrofdagi bir necha kilometr radiusdagi binolarga ham zarar yetgan. Ayniqsa zavoddan 3 kilometr uzoqlikda joylashgan omborxonadagi oynalarning sinib ketgani voqeaning kuchini tasdiqlaydi. Portlash sababi
sabablari hozircha aniq emas, lekin dastlabki taxminlarga ko'ra, xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlash jarayonidagi texnologik nosozlik yoki xavfsizlik qoidalarining buzilishi bunga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Mahalliy hukumat va favqulodda xizmatlar tomonidan hodisa joyi xavfli hudud deb e'lon qilindi. Yaqin atrofdagi aholi vaqtinchalik evakuatsiya qilinmoqda. Oqibatlarni bartaraf etishda 200 dan ortiq favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlari ishtirok etmoqda. Al Nassr jamoasi sardori portugaliyalik yulduz futbolchi Cristiano Ronaldo faoliyatini davom ettirishi borasida muhim qaror arafasida turibdi. 40 yoshga kirgan afsonaviy hujumchining Saudiya Arabistonidagi faoliyati hali ham katta e'tibor markazida bo'lib, u hali hamon yuqori sport formasini saqlab qolgan holda muxlislarni hayratga solishda davom etmoqda. Xabarlarga ko'ra, Ronaldoning oldida ikki asosiy variant mavjud. U o'z faoliyatini hozirda to'p surayotgan Al Nassr safida davom ettirishi yoki raqib klubi Al Hilol safiga o'tishi mumkin. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va tafsilotlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, oldinda ob-havo ma'lumotlari. Siz Fresh News informatsion dasturini tomosha qildingiz. Salomat bo'ling.